Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Bu kibr emas. Alloh chiroyli zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik dedilar. Go'zallik kibr emas. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Qalbida misqoli zarra kibri bor odam jannatga kirmaydi. Shunda bir kishi turib aytdiki: "Ya Rasululloh, bir kishi o'zini kiyimini va poyabzalini go'zali bo'lishini yaxshi ko'radi." Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Innalloha jamilun yuhibbul jamal." Alloh taolo, albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Bu kibr emas. Alloh chiroyli zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik dedilar. Go'zallik kibr emas. Masalan, 1 litr sutga 2-3 litr suvni qo'shsangiz, bu ichsa bo'ladigan ichimlik bo'ladi. Chunki suvning tabiati, sutning tabiati bir-biriga yaqin. Ichimlik ichsa bo'laveradi. Ammo 1 litr sutga 1 piyola neft qo'shsangiz nima bo'ladi? Ichib bo'lmaydi, chunki sutning tabiati bilan neftning tabiati bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, ubudiyat, qulchilik bilan kibr hech qachon bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Allohning haqiqiy quli, haqiqiy mo'min bandasi mutakabbir bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdilar, qalbida misqoli zarra kibri bor odam jannatga kirmaydi. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Yana bir hadis o'qiymiz. Imom Bazordan, Bayhaqiydan, Anas roziyallohu anhudan Rasululloh aytdilar: "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin." Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi desa, bir odam kiyimi va oyoq kiyimi, oyoq bog'ichlari chiroyli bo'lishini xohlaydi bir odam. Kibrmi deganida payg'ambarimiz yo'q deb javob berdilar. Boshqalarning haqqini ado qilmaslik, o'zini boshqalardan ustun deb bilishlik, haq so'z aytganda ko'nmaslik, bu kibr va bu gunoh iblisning gunohi. Aba vastakbara va kana minal kafirin. Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortdi, kibr qildi, natijada kofirlardan bo'ldi. Lekin musulmon odam yonidagi odamlarga e'tirof qiladi. Fazlini biladi, qadrini biladi. Ularda qadr qiymatini o'zining o'rniga qo'yadi. O'zi yoningizdagi odamni mensimasligingiz, to'g'atmasligingiz siz uchun yetarli gunoh. Boshqa gunohning keragi yo'q. Rasululloh aytadilar: "Bi hasbil mar'i minash-sharri an yahqira ahahul muslim." Kishi o'zini musulmon birodarini haqir ko'rishligi shu kishi uchun yetarli gunoh. Mensimaydi, kibr qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'ta kamtar zot bo'lganlar. Bir kishi u zot sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kirib gapirmoqchi bo'ldi-yu, kirib haybati siri bosib gapini topolmay qoldi, tili aylanmay qoldi. Buni payg'ambarimiz ko'rib aytdilarki: "Havina alayk. Fa inni lastu bi malikin. Innama ana ibnu imratin ta'kulul qadida." O'zingizni bosib oling. Men podsho emasman. Men qadid, ya'ni quritilgan go'shtni yeydigan ayolning bolasiman. Ya'ni oddiy odamman deyaptilar. Rahmatan lil alamin bo'lishiga qaramasdan kamtarligini ko'ring. Rasululloh kamtar bo'lganlar, mutakabbir bo'lmaganlar. Safarlarning birida Rasululloh to'xtaganlarida hamrohlardan bittasi men qo'y so'yaman dedi. Ikkinchisi men uni pishiraman dedi. Rasululloh men o'tin terib kelaman dedilar. Qarang, Rasulullohga biror ish buyurmaydi. Rasulullohning xizmatini qilishlik sharaf sahobalarga, ammo Rasulullohning kamtarligini ko'ring. Demak, mo'min kishi mutakabbir bo'lmaydi, kamtar bo'ladi. Go'zal, al-jamil. Alloh taolo bandani go'zal bo'lishini xohlaydi. Pokiza, usti boshi tartibli, xushbo'y, sochlari taralgan, surati chiroyli bo'lishi kerak. Bu yerda yangi kiyim deyilmaydi. Agar kiyim haqida gapirsak, pokiza kiyim deyiladi. Yuvilgan, taralgan, tartibga keltirilgan. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor. Mana aytinglar, kimlar chiroyli mashinani yaxshi ko'rmaysizlar? Kim chiroyli uyni yaxshi ko'rmaydi? Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan intilish bor, bu uni fitratida.
Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Hatto birodarlar, gapiradigan so'zimiz go'zal bo'lsin. Abbos ibn Abdul Muttolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi. Kenja amakilaridan so'rashdi: "Siz kattaroqmi, Rasululloh kattaroqmi?" Shunda Abbos ibn Abdul Muttolibning gapini qarang. "Men ertaroq tug'ilganman, lekin Rasululloh mendan kattalar" deb javob berdi. Men kattaman desa bo'laveradi, ammo chiroyli bo'lmaydi bu. Rasulullohdan kattaman dedi o'zini oxiri. Deylarmidi? Agarchi biz gapirayotgan gapimizni tuzalishini xolasak, biz avval eshitishni o'rganaylik. Eshitishni o'rgansak, ine chiroyli gapirishni o'rganamiz. Demak, men Rasulullohdan erta tug'ilganman, ammo Rasululloh mendan go'zal so'z bo'lgan ekanmi? Go'zal so'z. Moddiy va ma'naviy go'zallik matlub. Moddiy va ma'naviy tomondan musulmon kishi go'zal bo'lishi kerak. Demak, musulmon o'zini kiyimini chiroyli qilishi kibrdan emas. Mashinasini chiroyli olib yurishi kibrdan emas. Uy-joyini chiroyli qilishligi kibrdan emas. Chunki u insonning tabiatida bor narsa va go'zal qilsa o'zida bor narsani Alloh buni yaxshi ko'radi. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib, zohiri bilan, fe'li bilan odamlarga havas bo'linadigan holatda turish bu ayni dinimizning talabi bo'ladi. Mo'min banda borlig'ini go'zal qiladi. O'zida Alloh taoloning al-jamil sifatidan bir o'lish paydo qilishini xohlaydi. Adolatli bo'ladi, odil bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Rahim shafqatli bo'ladi, ar-rohim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr saxovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, al-latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, al-jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ihson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'laverasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi, yo'qmi? Odamlar nima deydi? Sen ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Odamlarda. Biz o'zimizni chiroyli olib yuramiz kim uchun ekan? Go'zallik. Go'zallik nima o'zi? Insonni ko'zi va qalbiga yoqadigan narsa. Go'zallik insonni ko'zi tushganda qalbi quvonadigan, qalbi yayraydigan narsa. Go'zallik birodarlar shaklda bo'ladi, axloqda bo'ladi. Go'zallik deyilganda odamlarda tushunchasi faqatgina shakl tushuniladi. Ammo ichki dunyo haqida, ichki dunyoning go'zal bo'lishi haqida birov o'ylab ham qo'ymaydi. Masalan, vafo, ahdiga vafodor bo'lishlik go'zallikmi? Saxovatli bo'lishlik go'zallikmi? Kechirimli bo'lishlik go'zallikmi? Bu axloqdagi go'zallik. Birodarlar, jismoniy, jasadiy go'zallikdan ko'ra ma'naviy go'zallik chiroyliroq bo'ladi. Rosa shakli chiroyli kelishgan odam bir marta ham aytgan gapiga javob bermaydi. Kim uni yaxshi ko'radi? Rosa ketib olgan chiroyli ayol, eriga mehri yo'q, eriga muhabbati yo'q, vafosi yo'q. Kim yaxshi ko'radi buni? Go'zallik degani faqat zohirda tushunmaylik. Bu ichki dunyo ham go'zal bo'lishi kerak bo'ladi. Tobiinlardan Ahnaf ibn Qays o'zini qavmini sayyidi bo'lgan. Ko'rimsiz bo'lgan, xunuk bo'lgan, pastlik bo'li bo'lgan, ko'zi manaqa bo'lgan, qora rangli bo'lgan, xullas ko'rimsiz. Ammo shu kishini g'azabi uchun qavmidan 100 mingta kishi g'azablanar edi. Nimaga g'azab qilyapsan deb so'ramas edi. Bu kishining nimasi go'zal edi? Axloqi, tasarrufoti, ichki dunyosi. Zohirini xuniyligi bora qaramas edi. Agar odamlarda ichi qanaqa bo'lsa, shu narsa tashiga chiqib turadigan bo'lgandami? Demak, go'zallik faqatgina moddiy jasadiy bo'lmaydi.
uni fasohati, axloqi, saxovati, kamtarligi, rahmati, xullas, fe'l atvorida ham go'zallik bo'lishi kerak bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Limaliha, moli davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha, nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha, chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha, diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka topkur yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi. Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zinglar ko'rayotgan narsa, lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida, doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal, juda ham chiroyli, lekin boyaga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zaxdan bir parcha bo'ladi. Aytilinyapti, chiroyiga, puliga, nasl nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini. Kishi chiroyli kiyimni kiydi. Chiroyli yuvib tarandi, sochlarini taradi, xush bo'ladi, sepdi. Zohiri go'zal bo'ldi. Odamlar ko'rsa ko'zi quvonadigan bo'ldi. Endi shu odam faxsh bo'lgan, buzuq bo'lgan, bazi bo'lgan so'zlarni gapirib tursa, yarashadimi? Boshqacha tasavvurda turuvchi shaklini ko'rib turib, obrazovniy odamga o'xshayapti. Didli odam ekan, chiroyli kiyinibdi, chiroyli zo'r ekan deysiz, og'zidan chiqqan gapni ko'rib turib, haligi tasavvuringiz buziladi. Bunaqa odamga aytish kerak bo'ladi, sen yo kiyimingga yarashadigan so'zni so'zla, yoki ko'zingga yarasha kiyimni kiyib ol. Ma'qulmi? Shuning uchun zohirlik go'zallik bo'lgandek, botiniy, ma'naviy go'zallik ham siz bilan bizda bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shu so'z masalasida Rasululloh aytadilar, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Kishini iymoni mustaqim, sobit, mustahkam bo'lmaydi, to qalbi mustahkam bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Shuning uchun kiyimimizni chiroyli qilgandek, so'zimizni ham chiroyli qilaylik, fe'limizni ham chiroyli qilaylik. Mana endi birodarlar, go'zal axloq. Fasbir sabron jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr qiling. Alloh taolo chiroyli sabr qil deyapti. Demak, chiroyli bo'lmagan sabr ham bor. Chiroyli bo'lgan sabr tushunarli. Chiroyli bo'lmagan sabrchi sabr qildi. Asabiylashadi, g'azablanadi, uni so'kadi, buni turtadi, buni tepadi, undan alamini oladi. Bu ham sabr, lekin qanaqa sabr emas bu? Go'zal sabr emas. Chiroyli avf qilish. Chiroyli avf qilish. Fasfahis safhal jamil. Bas ey Muhammad alayhisalom, ularni chiroyli kechirish bilan, go'zal kechirish bilan kechiring. Ya'ni kechirdingiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'ldimi, go'zal bo'lmadimi? Biz kechirishdagi, axloqdagi go'zallikni gapiryapmiz. Sizni kechirishingiz go'zal bo'lganligini belgisi, shu kechirgan odamingizni qaytib shu aybini gapirmaysiz. Agar esiga kelganda, alam qilib ketganda, jazabasi tutib ketganda gapirib qo'ygan bo'lsangiz, bu kechirishlik go'zal kechirishlik bo'lmadi. Bir odam ikkinchi odamni qomat yuborishi xatarliroqmi yoki bir odam ikkinchi odamni quduqqa tashlab yuborishi xatarliroqmi? Albatta quduqqa tashlab yuborishi xatarliroq. Chunki qamalgan odamni tirik qolishi mumkin. Tirik qoladi.
Yusuf alayhissalom akalari 12 yashar paytida quduqqa tashlab yubordi. Keyin Misrga borganda Misrning vazirining ayoli Yusuf alayhissalomni qamatib yubordi. Qaysinisi xatarliroq Yusuf alayhissalom hayoti uchun? Albatta quduqqa tashlanishi. Ammo oradan 20 yillar o'tgandan keyin akalari oldiga kelganida shu ishini eslatmadi. Nima dedi? Astagfirullah. Va qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn. Alloh menga ulkan in'om qildi, meni zindondan chiqardi dedi. Nimani aytmadi? Quduqqa tashlaganini, akalarini shu ishini aytmadi, eslatmadi, chunki chiroyli kechirgan edi-da. Shuning uchun eslamadi, gapirmadi. Bizda ham o'tib qoladi. Bir paytlar amaking mana qilgan edi. Bir paytlar tog'ing mana qilgan edi. O'zi kechirganman degan. Lekin nima qilaveradi? Demak, kechirmabdi bu odam. Go'zal kechirish bu aybni qaytib eslamaslik bilan bo'ladi. Robboniy go'zalligining martabalari. Alloh taoloning zoti go'zal, sifatlari go'zal, fe'llari go'zal, ismlari go'zal. Alloh taolo shunday go'zal zotki, u zotning go'zalligini, qandayligini na bir payg'ambar bilmaydi, na bir farishta bilmaydi. Allohning qanchalik go'zal ekanligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizi aqllarimiz birodarlar sig'dira olmaydi Alloh taoloni go'zalini idrok qilishlikni. Shuning uchun birodarlar aytiladiki, shariat adolatning ayni o'zi. Chunki u Allohning manhaji. Shariat rahmatning ayni o'zi. Shariat hikmatning ayni o'zi. Shariat faqat va faqat xayriyat, yaxshilik. Shuning uchun qaysi ishimiz bizni musulmonlar, qaysi bir ishimiz shariat doirasidan chiqib ketsa, u yaxshilik emas, yomonlikka qarab ketadi. Uni har qancha qog'ozga o'ring, har qancha bezang qilayotgan ishingiz shariatdan chiqdimi? Bu endi yomon ish, bu zarar ish, bu xunuk ish. Islom chiroyli sanagan, shariat chiroyli sanagan narsa chiroyli, shariat xunuk deb sanagan narsa xunuk. Bachavozlikda erkakda erkakka, ayolda ayolga uylanishligini taraqqiyotni belgisi, peshqadamlik deyapti. Har qanaqa qog'ozga o'rayapti. Ammo shariatimiz nima degan? Bu razillik, qabihlik, ifloslik dedimi? Tamom. Har qancha qog'ozga o'ramasin, biz shariatda turib aytamizki, bu ifloslik, razillik, rasvolik. Bizga bu narsalar yot, bu narsalar bizga harom, mumkin emas. Yana qaytarib aytamiz, hamma yaxshilik shariatda. Shariatdan chiqdingizmi, endi har qanday narsaga tayyor turavering. Biz Alloh taoloni al-Jamil, go'zal zot deb aytdik. Alloh taoloning hamma yo'g'i go'zal. Ismi ham, zoti ham, fe'li ham. Shuning uchun fe'lini ko'ramiz. Qor yog'ishini kuzatinglar, qanaqa go'zal. Yomg'ir yog'ishini bir eshitinglar, qanaqa go'zal. Gulni o'sib chiqib kelayotganini ko'ring, qanaqa go'zal. Kichkinagina jiji bolangizni, shu bir 3 oy, 4 oylik bo'lgan, 5 oylik bo'lgan bolangizni qarang, qanaqa go'zal. Quruq qaqshab yotgan, yerga yomg'ir yoqqandan keyin ko'kat chiqqanini ko'ring, qanaqa go'zal. Chunki bu go'zal bo'lgan, al-Jamil bo'lgan Alloh azza va jallaning fe'lidan edi. Qo'limizda yeyotgan olmamizni qaraylik. Biz qarab o'tirmaymiz, ha? Qoch. Nima yeding? Qanaqa yeding? Olmani oling qo'lingizga. Shakliga qarab bir maza qiling. Ko'zingiz quvonsin. Hidlang, burningiz maza qilsin. Demak, olmani rangidan, hididan, shaklidan, ta'midan huzurlanayotgan paytimizda birodarlar, buni kim yaratdi, shuni bir o'ylab qo'yaylik. Ko'klamzorni qaraylik. Ko'm-ko'k maysa. Siz hech narsa qilmaysiz. Yomg'ir yog'adi, chiqadi. Qadriga yetmaymiz birodarlar. Samoda ko'kligiga, daryoda oqishiga, dengizda mavjlanishiga, kun bilan tun almashishiga qaraylik birodarlar. Bularni kim yaratdi? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Bir ishda juda ham chiroyli qilib qo'ygan bo'lsa, ustasi qarab turib, ustasi kuchli odam ekan, o'zini ishida mohir ekan deysiz. Hunari go'zal ekan deysiz. To'g'rimi? Mashinangizga kraskalar berdi, yangidek qilib qo'ydi. Qoyil ustasiga deysiz. Endi bu koinotni, bu borlarni qarab turib nima deyishimiz kerak? Subhanalloh. Bu go'zalliklarni yaratgan Alloh taolo o'zi ham al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Walau yarallazina zalamu iz yarawna al-azaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Bunday zolimlar azobga ro'baro bo'ladigan zamonlarida, qiyomat kunida butun kuch-qudrat Allohniki bo'lishini va Allohning azobi qattiq ekanini bilsalar edi. Kimlar zolim, kimlar o'ziga zulm qilgan kimsalar, gunoh qilganlar. Inson gunoh qilar ekan, faqat o'ziga zulm qiladi. Endi qarab turing. Nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi.
Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demak, bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka oldi. Chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdi-da, shunga yetishlik uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarda nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan, go'zalligi vaqtincha bo'lgan maxluqni muhabbat bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Molingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan oldayapsiz sizni? Go'zallik oldayapti-kami? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli. Boyagi dunyoda go'zalliklari harakat qilsangiz, intilsangiz yetishingiz mumkin. Yetganingizdan keyin bilasizmi, zerikasiz shundan. Ammo haqiqiy go'zallik bo'lgan Alloh taoloning jamoliga intilgan odam bu dunyoda yeta olmaydi o maqsad ekan. Shuning uchun doimiy suratda uni hayotida intilish bo'ladi, shavq bo'ladi. Zerikish bo'lmaydi hayotida. Banda hushyor bo'lsin. Banda bu go'zalliklarni tark qiladi yoki u go'zalliklar uni tark qiladi. Chiroyli ayolni yaxshi ko'radi bir erkak. Juda ham yaxshi ko'rar edi. Lekin bir kun keladi, albatta ajraydi bir-biridan. Yo uni ajali tufayli, yo buni ajali tufayli. Top qo'ygan chiroyli dunyoyingiz, chiroyli imoratingiz, chiroyli mashinalaringiz, ulardan albatta ajraysiz. Ammo agar Alloh azza va jallaning jamolini oshiq bo'ladigan bo'lsangiz, bu aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.